أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Biz o'tgan darsda tahoratni sundurgan ishlar ustida to'xtalgan. Bugungi darsimiz g'uslning farzlari va munosib ahkamlari ekan. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن. G'uslning farzlari og'iz burnini chayqash. Yuqorida tahoratning sunnatlari qatori sanalgan o'sha ishni hozir farzlar qatoridan sanatidi. Nima uchun desa, tahoratda yuvish kerak bo'lgani yuzda. Bir so'lamasa kurashgan vaqtimizda yuz turani tug'a vaqtimizda shu qarab turadigan joy degan ekan, u og'iz burnining ichi, sirt qarab turadigan, ko'rinib turadigan joy bo'lmag'achqa buni yuvish farz emas degan. Lekin hozir men maqsad qilgani g'usl qilishda badanning hamma yerini yuvish degan ekan, shu og'iz burnining ichimi shuning ichiga kirib ketadi, yuvish lozim demoqchi. Va ghaslu jami'al badan, badanning hamma yerini yuvish. والفرق بينه وبين الوضوء أنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء. Biz bayatının hep şu. Tartağın çağda yüzünü yuvuşqa buyurulgan. Ondan keyin ağzından burnunun içi yüz dairesi kirmaydi demek. Vel muvacahatu la taqa'u bi batinil anfi vel fami. Ağız burnunun içi bilan yüzüleniş olmaydı. Endi o yuvunish bilan farqi ve fil ghusli ma'murun bi tathhir jami'al badan. Yuvingan chaqda badanning hamma yerini tozalashga buyurilgan. Undan keyin og'izning ichi va burunning ichini yuvishga buyurilgan badan qatoridan demak. Qala ta'ala va in kuntum junuban fattahharu. Va shu tahorat oyatida va in kuntum junuban fattahharu deb buyurdi. Ya'ni junub bo'lib qolsanglar, to'liq poklaninglar, tozalaninglar. Tahhara degan ma'noda hozir tatahhara ortiqcha pokizlik qilishni ko'rsatgan bir tafa'ala vazni. Fayajibu ghaslu jami' ma yumkinu ghasluhu min al-badani. Undan ekan, yuvalaydiganlar o'rin bo'lsa, yuvish lozim bo'ladi. O'z burnining ichini yuvalagan ekan, yuvish lozim. Illa batinal ayni ala ma marra. Faqat lam ko'zning ishini yumusin bo'ldi. Yuqorida bu o'tib ketdi. Ya'ni ko'zning ishini yuvish mashaqqat ve zarar etkileşim mümkündür. Bihilafi batınil anfi vel femi. Yani bu közünün içi, ağız burunun içine okşamaydı. Haythu yumkinu ghasluhuma. Bu ikisine yuvish mümkün. Jug'ul buludu. Ve la darara fihi. Hiç qanda ziyan kelmaydi onu yuvishdan. Fayajib. Undan keyin ziyan bo'lmagan ekan, oyatda to'liq poklaninglar degan ekan, ağız burnunu çayqash lazım. وقد تأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة. Bu hadisin rivayette inne tahta kull şa'ratin janaba deb kelgan. Har bir mo'yninki ostida janobat bor, junublik bor demoqchi. Ala faballu sha'ra wa anqul bashra. Ala degan diqqat qilinglar demoqchi. Dikkat. Çaşını namdanla ve anqul bashra. Bedenning şu terisinde, bashra degan teri tarafı. Bedenning butun sirtqi tarafini pokizlanglar deydi. Faballu sha'ra degan iboraning o'rniga faghsilu sha'ra deb kelgan. Lekin bu hadis hamda hasan darajasiga yetish kerak. Ve yajibu isalul ma'i ila usulish sha'ri ve ethnaihi fil lihyati ve ra's. Çaş sakalınınki arlıklarga ve tigi tarafıga suvni yetkizish lazım dedi. Yuqorida tahlil lihya degandek masalada o'tganda. İlla iza kana dafiratan lil haraj. Yani fi rivoya lil haraj. Yani bu mazhab imomlardan kelgan bir rivoyatda o'rimchach, dafira degan ayollarninki o'rimchach. Uyamchachmi deb qo'yamiz. Ayollarning o'rimchachi bo'lib qolsa, qiyinchilik bo'lib qoldi, chashni chuvib, yana uyab nima qilishda
qiyin bo'lib qoldi deb buni orliqlarga shu tegmay qolsimi mayli demoqchi. Fi rivoyatgina bir mazhabdan kelgan imomda bir rivoyat shundayki, yana bir rivoyatda shu o'rimchakning orliqlariga su tekkizish lozim. Asnaihi fil lihya deganki asnaihi Orliqlari qarasi. Bundan ki o'rimchak umma ahvolda yuvish lozim, orliqlarga tekki su tekkizish lozim. Ve sunanuhu en yaghsila yadayhi ve farjahu. Gusl qilishning sunnati ikki qo'lini va avratini yuvish. Demakamiz yuqorida farzi deganimizda g'asl jamiyal badan dedi. Endi g'asl jamiyal badan shuning ichida shu avratimiz yuyildi, boshqa najosat va badan bo'lib qolsa shuni yuyilgan bo'lgan ekan, g'usli shundan zodi eng tuan o'lchamda vujudga chiqqan bo'ldi. Endi bu yerda ataytan avratini bir yuyib, qo'lni bir yuvitish sunnat demakchi. Ve yuzilen necasete an bedenihi. Bedende qanday bir necaset olup qalsa, aşını to'liq tozalatish lozim. Hozir bedeni bütün su to'kishdan ilgari tozalatadi demakchi. Yani bedendagi necaset mesela ya mani ya uningdan boshqa bir necaset olup qalsa demakchi. Summa yatawaddau lis-salah. Ondan namozga taratgandek tarat oladi. Summa yufidul ma'a ala jami' badanihi thalatha. Ondan suvni bütün bedeniga 3 qatim to'kidi yoki quydi. Albatta namozga tartgan chaqda ikki putini yuvishni kechiktirib qo'ysin bo'ldi. G'usliga namozga tartgandek tartilib, undan keyin yuvishni sunnat tutibqa. Putun yuvishni kechiktirib qo'yib, keyin g'usl qilib bo'lgandan keyin ondan yuvgan o'rinda suv bo'lishi mumkin, ya suv chasirishi mumkin. Matarafga chiqib turib putni yuydi deydi. Buni tartib bilan yurish oldinma tahoratga so'zlangan sunnat. G'usl qilganda mush tartib bilan ele sunnat. Nima uchun desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda tartiblar olgan. Bu sunnatlar shu yerdan keldi hozir. Ma'noda ishidagi ovoz bilan burnini chaqash farz deb aslida. Lekin mayada namozdan oldin sunnat, tahoratga sunnat debga agar burun bilan og'zini chaqmash tahorat avvalida burun bilan og'zini chaqmaydi. Shuni hesap bo'ldi. Shu hesap. Deganlarni bir mazhabda tahoratda og'iz burun chayqashni farz demadi, sunnat degan. Lekin yunusda cho'qim chayqash kerak. Shu tahoratda chayqagandan keyin shu hesap. Hakaza hukiya guslu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yunug'ini mushunda rivoyat qilindi deydi. Yani hukiya degan nima hozir bir xil ojiz siyg'a bilan bayon qildi. Hakaza varada guslu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam desak taxmin yaxshi. Chunki o Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qanday yunug'anligi muttafaqun alayhi musayyadisi kelgan. Qalat Maymunatu yani zawjin Nabiy sallallohu alayhi vasallam ummul mu'minin Maymuna bint al-Harith radhiyallohu ta'ala anha wada'tu lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam ghuslan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yuyinish suyini akab berdim. Ghuslan degani yuyinadigan suv. Fagtasala min al-janaba. Shundan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobatdan yuyindi. Fa akfa al-ina'a. Akfa degan qochini dumkumtudi yoki qochini sinayan qilib suvni to'kdi demak. Bishimalihi ala yamini. Sol qo'li bilan tutib, o'ng qo'liga suv quydi. فغسل كفيه شكي القنن جوده ثم أفاض الماء على فرجه فغسله عندن سونة أورتك قيوب أورتن جوده ثم مال بيده على الحائط أو على الأرض عندن iniştirmek için mali diye müşteride koluyla da kolunu sızıp iniştirir. Ya ki tek yüzde ya ki tamga değil. Şu jünga orunda ya yaga quruq topu ya nem bo'lgan topu olsa shuningga yoki tamga tekkizdi deydi. Fadalakaha shu tamni yoki ziminni uvladi. Uvlash. Masalan bir narsa yurgan chaqda uvlab yuymizga, uvlash. Hozir shu tekkizgan qo'li boshqa rivoyatda so'l qo'li. Demak so'l qo'li bilan avrtin juda emasmi? Najosatni tozalagandan keyin sol qo'lni xuddi hozir biz sopini ishlatgandek tuproqqa suvab to'p bilan ya'ni qayta tozalatgandek bir ahvol.
Ularca hazır sopunun orunda. Ha, sopunun orunda. Ama şu çağıldığı sopun yanımı yok. Şu banasıdan biz kaçınsak mesela toplularına, külülen jüdaşımız attık, şuna okşaş. Demek sol kolunu topuğu tek düzüp, uğulap, tekima sopunda paylanıp topudun pakizlemakçı. Summa tamadmada vastanşak. Andın ağzı burnunu çayqıdı. Ve gasala vecehahu ve zira'ayhi. Yüzüne ve işki bilikini cüde. Ve afadal ma'a ala ra'si. Beşiğa su kuydu. Summa afada ala sairi cesedihi. Andın kalgan bedenige suyun töktü. Sair diyen kapqagan kısmı demek. Summa tanahha. Andın bir chetga chiqib turib, nahiya deymiz biz. Sha'ning bir tarafidagi bir jutni nahiya deymiz. Tanahha degan bir chetga chiqib turib, faghasala rijlayhi chiqib tunjudi. Ya'ni shu jungan o'rinda suv yig'ilib qolgan bo'lsa, ishlatgan suvlar, putiga chachragan bo'lsa, shu o'rinda jumay matarafga chiqib turib, andin putini chayqayapti demakchi. Wa yustahabbu ta'khiru غسل رجليه إن كانتا في مستنقع الماء. مستنقع الماء degan suv yig'ilib qolgan, ko'lchakda bo'lib qolgan, yo patqoqlab ketgan joy demakchi. Shunda o'rin bo'lib qolsa, ikki putini yuvishni eng oxirida yuvish. Kechiktirish mustahab. Chunki bir qatim yuvsa, yana bir qatim yuvmasa bo'lmaydi. Lima rawayna qaysades. Yuqorda ثم تنحى فغسل رجليه degan ashadi shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam junub bo'lib, suv yig'ilib qolgachqa, chetga chiqib turib, andin chiqib tunjug'achqa biz shunday qilish mustahab deymiz demakchi. Va taharruzan anil ma'il musta'mal. Yana shu yig'ilib qolgan joydagi suvga ishlatilib bo'lgan suv bo'lgachqa, shundan saqlanish uchun taharruz saqlanish. Hozir qonunchilardan aqlmisiz? Unda qilmoqchi bo'ldi. قال المصنف ويوجبه غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به. Yani hazır bayan qilmoqchi bo'lgan masala g'uslini qaysi ishlar vojib bo'ladi, qaysi ishlar bo'lgan chaqda g'usli farz bo'ladi demoqchi. Yujibuhu ghaybubatul hashafati fi qubulin aw duburin. Hashafa degan xatni qilgan chaqda avratining old tarafiga terini kesitdi. Erlarning avratining uch tarafi desak, shu avratning uchi boshqa biraylarning oldi avratga yoki orqa avratga kirib g'oyib bo'lishi bilan g'usl vojib bo'ldi. Ya'ni bu jima va shunga o'xshash ishlarni ko'rsatadi. Qubul aw dubur. Dubur desak, aqmaqat desak bu livat, bachvazlikdek, manda qabih ish, fahishlikni ko'rsatadi. Alal fa'il vel mef'ul bih. Qiyğuchi va qarshi taraf her ishkelanga g'usl vojib bo'ladi dedi. Hozir bu odam da mesela shunda bachvazlik yoki o'zining ayolidan boshqalar bilan zina qilish, billolash degan gapning gunohi haqida to'xtalmadim. Biz fiqhni ta'rif qilgan chog'da nimdoq zahiriy amallarga qartilib ketgan. Buning gunohi to'g'risida hech qanday gap qilmaydi. Mesela livat mı bu fahisha, qabih ish deb u to'g'riliq gap qilmaydi. Lekin g'usl qilishning ahkomi ustida ham to'xtalib o'tadi. Aslida shuni to'xtalib o'tishi muvofiqdir. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam idza iltaqal khitanani wa ghabat al-hashafatu wajaba al-ghuslu anzala aw lam yunzil. Çünkü bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan. Ikki xatni uchrashsa, ya'ni xatni qilingan avrat uchrashsa demakchi. Xitanan degandan maqsad xatni qilingan avrat demakchi. Arablarda ayollarni xatni qilishimi bo'lg'achqa, bular xitanan desa, er va ayolning avratini ko'z tutadi. Idal taqal xitanan, er va ayolning avrati uchrashsa va g'obatil hashafa, erning zakarining uchi g'oyib bo'lsa, vajabal ghusl, ghusl vojib bo'ldi deydi. Ba'zi rivoyatda va tawaratil hashafa deb kelgan. Anzala aw lam yunzil, ya'ni mani etilib chiqsin, mani chiqmasin, ghusl vojib bo'ldi dedi.
قالت عائشة رضي الله عنها فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. من رسول الله صلى الله عليه وسلم bilan billa mush ishni qilib, ya'ni jima qilib, biz jungan deb mush shar'iy hukmni bayon qilib qo'yish uchun er va ayol o'tirdi bo'lgan ishni aynan so'zlab berdi. Dinni yetkazish uchun. Mush rivoyat hozir biz yuqorida bir qancha darsda Hanafi mazhabining kitoblarida aciz rivoyatlar kelib qilishi mumkin, lekin bu shu mazmunda sahih hadis yo'qligini bildirmaydi deb takrorlab o'tgan. Masalan, shu masalaga kelgan mush rivoyatmi, mush lafz bilan aciz bo'lishi mumkin. Lekin sahih Muslimda mushun yaqin lafz bilan sahih hadislar bor. Masalan, "İza massal khitanul khitan" degandek, "İza jalasa bayna shu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl" degandek sahih hadislar bor. Va kaza fi-dubur. Endi oq tarafga ayol kishining bo'lsin, er kishining bo'lsin, oq tarafiga yaqin kelgan ahvoldami o'xshash. Li'annahu mahallun mushtahan maqsudun bil-vat'i kal-qubul. Chunki u odatda demaymiz endi. Ba'zi tabiati buzilgan kishilarningki nazarda shu yerga jima qilishni xohlaydigan, yoqtiradigan bir o'rin. Kal-qubul. Xuddi oldi tarafga o'xshash. Qandaysa shu tabiati buzilgan shunday odamlarning nazarida. Lekin sog'lom tabiatliklarda unda ahvol bo'lmaydi. Wa liqawli Ali radhiyallohu anhu tujibuna fihi al-hadd wa la tujibuna fihi sa'an min ma. Buningda g'usl vojib bo'lmaydi degan kishilarga Hazrat Ali bunda raddiya berib ekan. Mushunda bachchivozlik qilgan ya oq tarafga yaqin kelgan kishilarga belgilangan ig'ir jazoni berisizlar. Ig'ir jazo bilan jazolaysizlar shu kishilarni. Al-hadd degan shariat bekitib etgan ig'ir jazo. Endi bekitmagan jazoni ta'zir deymiz. Masalan, qo'lni kesish, o'ltirish, chamma kesak qilish deganni hadd deymiz. Shunda ig'ir jazo berisizlarmi shu fahishiga? Wala tujibuna fihi sa'an min ma, bir sa, ya'ni 2,5 kilodek ya 2,5 litrdek shunchalik suvni ishlatishni vojib qilmamizlar deb e'tiroz bildirib ekan Hazrat Ali. Endi bu zinonimi Alloh taolo Qur'on Karimda "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila" dedi. Livatnimi Qur'on Karimda "Atunal fahishata" da fahisha deb atadi. Ondan Lut qavminingki fahish bilan shug'ullangan, ash ig'ir jinoyatni qilgan ash qavmni Alloh taolo ig'ir azob bilan jazolayotgan. Shaharni dumtum turayotgan. Davom ekan, bu mushu fahishning ig'irligini va ig'ir jazoga loyiq ekanligini ko'rsatdi. Shu ulamolar bachvazlik yoki livat jinoyati sodir qilganlarni ba'zilar kuydirib o'tiribmiz deydiganlar yoki igiziyatini tashlab o'tiribmiz deydiganlar mana ig'irroq usulda o'tirib jazolaymiz deganlar bor. Lekin bunun jazosi shu Kitobul Hudud belgilangan jazo bo'limida bayon qilindi. Va fi ziyadat yajibu alal maf'ul bihi ihtiyata. Ziyadat degan kitobda asli maf'ulun bihi, ya'ni o qarshi tarafga, livatga qarshi tarafga g'usl vojib bo'lmaydi demakchi. Aslida shundaydi, g'usl vojib bo'lmaydi, lekin ehtiyatan g'usl vojib deymiz degan qarash kelibdi. Endi u ziyodat degan qaysi kitob? Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhiningki bizga fiqhda yetib kelgan kitoblar yo'q. Ba'zi kitoblar mansub qilinsin, lekin Abu Hanifaning o'zining yozgan fiqhdagi kitoblari yetib kelmagan. Lekin Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhi bilan Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayhining yozgan kitoblari yetib kelgan. Abu Yusufning kitoblaridan Al-Athar degan kitobi bor. Ondan Ar-Radd ala Siyar al-Awza'i, Ixtilaf ibn Abi Layla va Abi Hanifa, Al-Kharaj, Adab al-Qadi, Amal al-Imam deganda kitoblar bor. Lekin Hanafi mazhabining asosli mazhab qarashlarini taqid qilsa, kitob yozib qoldirib, mazhabni taqid qilsa Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayhi deb qaraldi. İmam Muhammad'ninki zahiri rivoya yoki navodirda kitoblari ikki turga ayrildi. Bu kitobning zahir rivoyatgina noit ishonchli degan rivoyatlar bor kitoblar. Navodir degan undan to'ndirib turdiganlari. Zahir rivoyat degan kitobning ichida al-asl, buni al-mabsut deb ataydi.
Anda el-Cami'us Sagir, el-Cami'ul Kebir, el-Ziyadat, Siyer-i Sagir ve Siyer-i Kebir. Muş 6 kitap Kütüb-ü Zahir rivayet. Yani Hanefi mezhepte İmam Ebu Hanife'den şagirdi Muhammed ibn Hasan Şeybani rivayet qilgan 2-lik rivayetler yazılgan kitaplar demek. Ziyadet degan muş 6 kitapning birisi. Hem Cami'ul Kebir deganni İmam Ebu Hanife'den o'zi bevosita rivayet qilgan, As-Sagir deganni İmam Ebu Yusuf rivayet qilgan, Siyer-il Kebir, Siyer-i Sagir degan shunda. Hem nima uchun mush kitap ziyodat deb atalgan? Cami Sagir'da bayan qilmagan ortiq masalani to'plab kitob qilganlik uchun ziyodat deb atalgan. Yani bu ziyodatni yozib bo'lgandan keyin yana ba'zi masalalar esiga kelib Ziyadatuz Ziyadat deb yana bir kitob yozgan. Yani o'sha zahir rivoyat kitoblari qatoridan İmam Muhammed ibn Hasan Shaybanining Al-Athar, Al-Hujja ala Ahli al-Madina, İmam Malik mazhabiga raddiya berib yozgan kitob bu. Ondan İmam Malikning Muvatta degan hadis kitobini İmam Muhammed ibn Hasan Shaybani rivayet qilgan. İmam Malikning bevosita anglab rivayet qilgan. İmam Malikning shogirdi. Burun İmam Malikning shogirdi bo'lgan. İmam Muhammed ibn Hasan Shaybani. İmam Malikning Muvatta degan hadis kitobini nurg'un shogirdlar rivayet qilgan bo'lsa, İmam Muhammed ibn Hasan Shaybanining rivoyati eng ishonchli rivoyat. Demak, Muvatta, İmam Malikning Muvatta degan kitobini rivayet qilgan kitob, Al-Hujja ala Ahli Madina, İmam Malik va Ahli Madinaga raddiya yozgan kitob. Al-Athar degan kitobmi shu Kütüb-ü Zahir rivoyaga qo'shimcha keltirilgan kitob. Yani g'ayri zahir rivoya yoki rivoyatun Nawazir degan kitoblarcha El-Kaysaniyat, El-Haruniyat, El-Jurjaniyat ve Ziyadatuz Ziyadat bular Kütüb-ü Nawazir deymiz. Yani Kütüb-ü Nawazir bilan Kütüb-ü Zahir rivoyaning ikki xil qarash chiqib qolsa, o'xshamay qolsa, zahir rivoya shu hisob bo'ldi. Demek müşahede ziyadet degan kitap hozir shu zahir rivoyatning qatoriga bir kitap. Qala ve inzalul mani ala wajhi ad-dafq wa ash-shahwa. Yani yuqorida jima va shunga o'xshash bir ishni qilib, mani chiqmagan ahvoldami shu jima bo'lgandikilam usul vojib bo'ldi dedi. Endi bu yerda jima bo'lsin bo'lmasin, boshqa ishlar bo'lib qolgan bo'lsa-mu, shahvat bilan mani etilib chiqsa, dafq degan etilib chiqish. Mani etilib chiqsa usul vojib bo'ldi. لأنه يوجب الجنابة إجماعا. Çünkü meninin etilip çıkışı hem alimning ittifaqı bilan gusl vacib qiladi. Demek bu yerda hozir boshqa birisi bilan uchrashish ya jima degandek bir narsa bo'lmasa-mu, meni etilib chiqsa, qanday bir ahvolda, masalan, yolg'iz bo'lgan ahvolda, masalan, ya anonizm deymiz yoki jimadan tuvan ishlar bilan meni etilib chiqqan bo'lsa-mu, gusl vacib bo'ladi. Fayajibul ghuslu bin-nas. Bundan kim müşahede gusli vacib bo'ladi. Qaysi dalillansa bin nas, oyat bilan deydi. Oyat aniq deganlik uchun, nas degan aniq, ehtimolligi yo'q, bayon qilganlikdan demakchi. Masalan, fiqh kitoblarda hada nassun deymiz. Ba'zi dalillar bor, buningda ehtimollik. Shu mazmundan chiqib qoldigan yoki chiqmaydigan. Bu ehtimollik dalil bo'ldi, lekin nas degan hech qanday ehtimollik yo'q, aniq shu masalada kelgan dalil demakchi. Hozir nas degandan va in kuntum junuban fattahharu degan mushu oyatni ko'rsatdi. Ya'ni junub bo'lib qolsanglar degan o'sha inzal bo'lgandan keyin junub bo'ldi demakchi. Va sa'alat Ummu Sulaym radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam anil mar'ati tara fi manamiha anna zawjaha yujami'uha. Ummu Sulaym radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rabdi. Sayyidga kelgan hadisda innalloha la yastahi minal haqq فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت deb kelgan. Alloh taolo haqni bayon qilishdan oyoq qilmaydi. Ayol kishi ehtilom bo'lib qolsa, yuvinish kerakmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza ra'atil ma degan. Suvni ko'rib qolsa, ya'ni mani chiqqan ahvolda demakchi. Faqalat va tahtalimul mar'a ayol kishi ehtilom bo'lamda deb so'rabdi. So'nki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taribat yadak fabima yushbihuha waladuha. Ayol kishidan mani kelmagan ahvolda u ayolning tuqqan bolasi qandaqsiga onasiga o'xshaydigan ahvol bo'ladi. Cho'qim ayol kishidan keladi demakchi. Bu Sahihindagi hadis. Ummu Sulaym radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Ayol kishi eri bilan jima qilib tush ko'rsa, hukmi qanday bo'ldi deb so'rabdi. Qala alayhal ghuslu idza wajadatil ma. Mani chiqqan bo'lsa, yuvinish lozim dedi.
Yani ayol kishi tush ko'rib, uyg'ongan chaqda kiyimida shu namlikni ko'rsa demakchi. Ya tara degan kurash mishada tushni ko'rishni ko'rsatadi. Walau kharaja la ala wajhi ad-dafqi wash-shahwa. Endi mani etilib chiqmadi yoki shahvat bilan chiqmadi. Kama ida duriba ala zahri masalan kuchsqa yoki dumbisiga qattiq urgan ahvolda أو سقط من علو يعني إجزيادن شكتكن أهوالدا أو أصابه مرض يعني برك كسلك قربتا وغن أهوالدا شهواتسز يعني إتل çıkma yaşında meni çıkpasa yani şehvetsiz ve etil çıkma halatda meni çıkpasa yecibul vudu dunal gusl kişi taharet olası buldu gusl kılış ketmeydi o kema fil mezi xuddi odatda mazi chiqqandek bu mazi etilib chiqmaydigan maniga o'xshash bir narsa fa innahu min ajza'il mani bu manininki bir qismi debdi demak mazi chiqqan holda taharet olasilan bo'ldi gusl vojib bo'lmaydi mani etilib chiqmasa yoki shahvatsiz kelgan ahvolda taharet olasilan bo'ldi lakin lamma lam yakhruj ala wajhi ad-dafqi demak bu mani hozir etilib chiqmagan ekan lam yajibul gusl gusl vojib bo'lmadi yani shahvat bo'lsa-mu yani mazi chiqqan ahvolda shahvat bo'lishi mumkin masalan bir narsani xiyol qilgan ahvolda bir narsani o'ylagan ahvolda chiqishi mumkin undan keyin etilib chiqish bo'lmag'achqa shahvat degan narsa bo'lsa-mu mazi chiqqan chog'da gusl vojib bo'lmaydi demakchi yani her ikkalisi tepilishi lozim etilib chiqish va shahvat thumma ash-shartu infisaluhu an mawdi'ihi an shahva yani bir sharti yuqorida masalan ad-dafq degan bir shart bo'ldi shahva sharti bo'ldi uchinchi sharti o'z joyidan o'z makonidan shahvat bilan ayrilgan bo'lishi lozim o'z makon degan shu mani paydo bo'ladigan joy börek desak masalan börekka o'xshagan shunda mani ishlab chiqariladigan mani to'plashib turadigan joydan boshqa yerga qo'zg'algan chog'da shahvat bilan qo'zg'algan bo'lishi lozim لأن بذلك يعرف كونه منيا وهو الشرط çünkü aşında ahval bo'lsa bu mani ekan deb bilalaymiz ay mani bo'lishi shartmiş tushgan narsaninki gusl vojib bo'lishi uchun va endi Abu Yusufning nazarida xurujuhu anil udwa Abu Yusuf gusl vojib bo'lishi uchun badanning ichidagi mani to'plashib turgan joydan yutkilishda shahvat bo'lish kerak emas deydi lekin badanning sirtiga chiqishda shahvat bo'lsa gusl vojib bo'ldi deydi endi u ikkisining farqi nima ikkisining farqi masalan shahvat qo'zg'alib mani o'z makonidan qo'zg'alib ma'lum bir yerga kelibdi badanning sirtiga chiqmabdi keyin shahvati pasayganda mani badanning sirtiga chiqqan bo'lsa imom Abu Yusuf shu badanning sirtiga chiqqan chog'da shahvat bo'lmagandan keyin gusl vojib bo'lmaydi deydi lekin Hanifiy mazhabdagi hisob bilan qarash yoki ikki imomning qarashi shu badanning mani to'plashib turgan joydan qo'zg'alishda shahvat bilan qo'zg'algandan keyin o'z makonidan chiqqandan keyin garchi badanning sirtiga chiqmagan bo'lsa-mu gusl vojib bo'laverdi keyincha shahvat pasaygandan keyin badanning sirtiga chiqsa-mu lekin tigida o'z makonidan qo'zg'alishda shahvat bilan qo'zg'algandan keyin gusl vojib bo'laverdi demakchi endi Abu Yusuf aytdi yo'q badanning sirtiga chiqqan chog'i shu hisob badanning sirtiga chiqsa yani shahvat pasaygan chog'da chiqqan bo'lsa-mu hisobli anna hukmuhu inma yathbutu ba'da al-khuruj fa yu'tabaru hina idhin demak Abu Yusuf hozir badanning sirtiga chiqqan chog'da shu chog'da shahvat bo'lsa undan gusl vojib bo'ldi demakchi lekin shahvat pasaygandan keyin chiqqan bo'lsa gusl vojib bo'lmaydi ikkisining farqi shu ekan qala wa inqita'ul haydi wan nifas hayz bilan nifasninki to'xtashimi gusl vojib qiladigan ishlardan amma al-hayd fa liqawlihi ta'ala hatta yattahharna bit-tashdid tashdid bilan o'qilgan qiroat deydi ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله degan mush oyatga hatta yathurna degan ibora hatta yattahharna deb qiroat qilingan mushu mushaddad holat kelgan qiroat dalil deydi qanday dalil wajil istidlal tuandikcha mana min qurbanihinna
hatta yaqtasilna. Yuyungan kadar hayizdan saqayib paklangan ayollarga yaqin kelish cheklangan deydi. Walawla wujubuhu lama mana'a. Yuyunish vojib bo'lmagan bo'lsa, unda to'sib olmaydi. Yuyunib bo'lgacha yaqin kelma degandiki, yuyunish vojibkan deb tushundiq deydi. Wa amma nifasu fa bil ijma'. Nifas haqida nifasdan saqayganda yuyunish kerak degan aniq bir nas dalil yo'q. Oyatda, hadisda ko'rsatmadi deydi. Lekin ulamolar birdek ittifoq keldi. Ittifoq kelishninki asosi nima desa, qiyos. Ya'ni hayzga qiyos qilish deb bor. Wa kaza yajibu 'ala al-mustahadati idza kamulat ayyamu haydiha. Hayz kunlarini tamamlab, mesela 6 kun hayz ko'rgan bo'lsa, 6 kunni tamamlagandan keyin hayzdan sirt yana xun kelgan bo'lsa, shunda kasal giribdi bo'lganlar hayz kunlarini tamamlagan chaqda xuddi saqaygan odam hayzdan saqayib yunğanga o'xshash, shu xuni davomlashtirgan ayollarmi yuyinishi vojib. Li'annaha fi ahkamil hayd kat-tahirat. Chunki bu hayz ahkamlarda hayzdan shunda tamamlangandan keyin pak ayollarga o'xshash hukmda bo'ldi. Qala wa man istayqaza birsi uyg'ondi. Fawajada fi thiyabihi maniyan aw madiyan fa alayhi al-ghusl. Kiyimida maniya mazidak shunda bir shaltaqliq desak bo'ladi. Unda bir kiyimi shaltaq bo'lib qolgan ahvon ko'rgan bo'lsa, fa alayhi al-ghusl. Yuyinishi lozim. Yuyinishi farz. Amma al-maniyu fa li qawlihi sallallohu alayhi vasallam kiyimida mani ko'rgan ahvolda yuyinishning dalili bo'lsa, man zakara hulman va lam yara balalan fala ghusl alayhi. Birisi ihtilam bo'lganligini aslida shunda bir ishni ko'rganda qilgandim deb, lekin kiyimiga qarasa hech qanday namlik, hech qanday bir nima bo'lmagan ekan, bu yuyinmaydi dedi. Va man ra'a balalan, endi kiyimida shunda bir namlikni ko'ribdi. Va lam yazkur hulman, lekin tush ko'rgaysi yo'q. Bu chaqda fa alayhi al-ghusl. Yuyinish kerak. Nima uchun? Balki bu unutib qolgan bo'lishi mumkin, shukrat. Wa amma al-madi fa fihi khilafu Abi Yusuf. Endi mazi masalasida kelsak, masalan, kiyimida mazini ko'ribdi. Endi uyg'ongan chaqda kiyimida mazimi, u manimi farq etishi bir gap endi. Endi mazi deb ayirgan ahvolda Abu Yusuf boshqa qarashda. Li'anna al-madiya la yujibu al-ghusl. Chunki mazidga odatda uxlagan chaqda emas, uyg'oq chaqda chiqqan ahvolda g'usl vojib qilmaydi. Kama fi halatil yaqda, uyg'oq chaqda. Undan keyin uxlagan chaqdami g'usl vojib qilmaslik kerak deb uyg'oq chaqqa uxlagan chaqni qiyos qilib o'tdi. Walana degan ibora bu istilohiy ibora. Nima degan bo'ldi? Bizning dalilimiz, ya'ni lana degani daliluna degan bo'ldi. Abu Yusufga qarata bizning dalilimiz anna zahira annahu mani. Ko'pincha ehtimol, ya'ni 90% buning maniligi ko'rinibla turdi, chiqib turdi. Qadraqqa suyulib qolgan, suyuqroq bo'lgan mani bo'lishi mumkin. Keyin ondan shu kiyimlikda bir namlik, ho'llikni shakllantirgan demakchi. Fayjibul ghusl ihtiyatan. Shuna ehtiyot qilib yuyinish lozim. Balki mani bo'lib qolishi mumkin. Wal mar'atu idha ihtalamat, ayol kishi ehtilam bo'lsa o'xshash. Wa lam tara balalan in istayqadat. Ehtilam bo'libdi, ya'ni tush ko'ribdi, lekin kiyimida hech qanday namlikni ko'rmabdi uyg'ongan vaqtida. Wa hiya ala qafaha. Endi u ayollarning ahvolida sal tafsiliy bayon qilibdi. Ayol kishi wa hiya ala qafaha degan o'ngdisqa uxlabdi ekan. O'ngda yetib uxlab tush ko'ribdi, lekin kiyimida hech qanday namlik ko'rmagan ahvolda yajibul ghuslu li ihtimali khurujihi thumma audati. Mani chiqib, yana qayta yenib kirib ketgan bo'lish ehtimoli bo'lg'achqa yuyinish lozim. Ehtiyot qilib deydi. Lianna zahira fil ihtilam al-khuruj. Chunki ko'pincha ahvolda ehtilam bo'lgan chaqda mani chiqishi turganligi gap deydi. بخلاف الرجل لكن erkishlar unda emas. Fa innahu la ya'udu li dhiq al-mahal. Mani chiqqan ahvolda u sudyuk yo'li tar bo'lg'achqa qaytib kirib ketolmaydi. Wa in istayqadat wa hiya ala jihatin ukhra la yajib.
Mesela yan tarafını besip yatkan yoki dum yatgandek boshqacha bir xil yatgan bo'lsa, o chaqda nemlik ko'magan bo'lsa-mu, tush ko'rgan bo'lsa, o chaqda g'usl vojib bo'lmaydi. Qala va ghuslul jum'ati wal 'iidayn wal ihram sunnah. Ishga aytqa, jumaga va ihrom bog'lagan chaqda yuvinish sunnatdir. Va qila mustahab. Yani mazhabda ba'zi ulamolar mustahab deb qaragan. Fa innahu yawm izdihamin. Chunki mush kunlarda qattiq besqilab ketilgan, odamlar ko'plab ketilgan kunlar. Fa yustahabbu kay la yata'adha al-ba'd bi ra'ihati al-ba'd. Shunga kishilar bir-birininki ter puruqi masalan va boshqa puruqlar bilan azarlanib qolmasligi uchun mustahab bo'ladi deydi. Wa adna ma yakfi min al-ma'i fi al-ghusl sa'un. Hamda tarat olgan chaqda eng tuvan miqdorda yetarlik bo'ldi deb qaragan suv miqdori 1 sa deydi. 1 sa degan jumhurning qarashida 2 kilo 40 gram. Hanifi mazhabda 3 kiloga yaqinroq. 2 kilo 800 gram atrofida. Litr sundisak 2,5 litr desak bo'ladi jumhurning qarashida. 2,5 litr suv bilan yunsa eng aqalli vojib ado bo'ladigan miqdor shu deydi. Va fil wudu'i muddun. Ta'tagan chaqda 1 mud miqdori suv bo'lsa bo'ldi. Mud degan 1 saninki 4dan biri. 4dan biri bo'lgan ekan 500 gram 600 gramga yaqin bir narsa. Va sa'u 8 artal. Endi ratl deb buni bilan o'lchab qolsak 1 sa 8 ratl bo'ldi. Val muddu ratlan. 1 mud 2 ratl bo'ldi. Lima ruya anna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yaghtasilu bis-sa'i wa yatawadda'u bil-mudd. Nimush ang tuan miqdori mushu dediqsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bunda rivoyat qilingan. Lima ruya emas, lima sahha desak bo'ldi. Chunki bu sahihda kelgan rivoyat. Anas radhiyallohu rivoyat qilib anna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad. 1 sa degan 4 mud. Yani 4 bilan 5 mud atrofida suvda yunitdi va yatawadda'u bil-mudd degan. 1 mud miqdori suvda tarat oldi deb Sahih Buxoriyda kelgan. Buning dalili aniq. Endi u chaqda suv qisib suvni shuni oyoq buzib chajma ishlatdi. Thumma ikhtalafu hal al-mudd min as-sa'i am min ghayrihi. Aşı 1 mud, aşı işletilgan 1 sa'ninki işidimi ya sirtidimi dedi. Mesela tartilishqa 1 mud ketadi dedik-ku. Jünishqa 1 sa ketadi biz tartilib uningdan keyin junitda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan ekan, hozir tartilishi va junish hammasiga 1 sa ishlatamdi yoki tartilishga 1 mud, junishga 1 sa, demak 5 mud ishlatamdi demakchi. Ve hâdâ leyse bi takdirin lazım. Bunda jinski bekitish zurul emas. Hatta law asbagal wudu'a wal ghusla bidun zalika jaza. Asbaga degan to'liq mukammal qilsa degan bo'ldi. Hech qapqanmasa degan gap. Hamma yana joyida yursa. Shu 1 soatdan az miqdordami hamma yana juyalaydigan bo'lsa, millat juyamaydi ta'simni. Juyalaydigan ahvol bo'lsa, uningda az suv ishlasin mayli. Chunki maqsad bu yerda badanni yuvish. Az su ishlatsa joiz bo'lardi. Maqsad ado bo'lsa. Walau igtasala bi akthara minhu jaza ma lam yusrif. Uningdan jiqroq suvda, masalan, hozir biz uningdan jiqroq suvda yuyinamiz. Bunda bulab qolsa-mu, mayli, lekin isrof qilmasam bo'ladi. Chunki isrof qilishi o'shada makruh qarildi. Qala wa la yajuzu lil muhdith wal junubi massul mushaf illa bi ghilafihi. Tart yok kişi, cünüp kişi Kur'an-ı Kerim'ni gılapsız tutsa olmaydı. Gayril müşerraz. Bu tutsa olmaydı diyen Kur'an nimasi? El müşerraz çaplı ötülgen, tiki ötülgen. Mesela bu kitaplar hazır, mukavvesi bir tutaş, ayrı olmaydı. Gılap diyen şunun kapçıkı. Gılıpı deyim, pişakının gılıpı deyimiz o. Kur'an-ı Kerim'ni sep koyduğun bir xalta
yoki bir muqovini yondashtirib muqovil olgan bo'lsak, bu g'ilab bo'ladi. Masalan, ilib saqlanadigan, ajratilgan g'ilab qolsa, g'ayril musharras. Ilib saqlanadigan qapchiqi yo'q ekan, yo xaltisi yoki jilddan yo'q masalan, ha. Shunda qo'shimcha muqovisi yo'q bo'lgan ahvolda tusi bo'lmaydi. Bigilafi degan, shunda qo'shimcha yo'g'aydigan bir narsa bo'lib qolsa, shundan tutmas. Dalil nima? Qavlihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Buni poklanganlardan boshqalar tutmaydi degan mush oyat. Wala ba'sa an yamassahu bikummihi mana. Bikummihi degan yengi bilan tutsa. Yengini qo'lga kelib turib, shuni bilan, ya'ni kiyim bilan tutsa demakchi. Mush palaymi shunga o'xshash. Palay bilan yoki yengi bilan tutsa bo'ldi. Va karihahu ba'dun. Ba'zi olimlar shu yengi bilan yoki palay bilan tutishni makruh deb qaradi. Kichik tart yo'q. Junub cho'ng tart yo'q. Lekin mush masalada la masuhulan mutarmush to'rt mazhabda asosan mushunda qaraydi. Ba'zi olimlar la yamassuhul mutahharun degani la yamassuhu degandiki damirni lavhul mahfuz deb qarab, chunki oldida fi kitabin maknun dedigo, al mutahharun degani farishtalar deb qarab, tarasiz tusi bo'ladi deydi. Junublarga qarta tusi bo'lmaydi deb qarasam, lekin tarasiz tusi bo'ladi deb qaraydi Alloh. ولا يجوز للجنب قراءة القرآن. جنوب kishi Qur'on o'qisa bo'lmaydi. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. Heyzda ayol yoki junub kishi Qur'ondan hech nimani o'qimaydi degan bo'lg'achqa. Mana mush hadisda o'qimaydi dedi, ha? Bu hadis ojiz. Yani başka yollarını çıkıp ekeyen çağırıp bek küçep delil kıysak hasenli gayrihi buluşu mümkün. Özü hasen derecesi mi emez. Bunda var ki Hanefi mezhep bu için delil kıldı. Ve anı tahavi ennehu yecuzu lehu ba'du aya. Hanefi mezhep hadis alimlerden İmam Tahavi, şu akidet Tahaviye'nin ki muallifi, bu kişinin şu kalanın as tarafında İmam Şafii ya ki şu İmam Leyth diyen cayda kabrisi var. Bu kişi de to ennehu yecuz lahu ba'du aya. Heyzda ayal yak junub kişi ayetinin da bir kısmı. Mesela in kuntum junuban fattahharu yak in kuntum junuban fattahharu. Yendek bir ayetin bütün emas yerimden ya bir ibarini okusa meyle depti. Vel hadithu la yufassıl. Vel hadithu la yufassıl diyen muş ibara hazır İmam Tahavi qaradiya. İmam Tahavi bir ayetni to'liq o'qimaydi, bir ibardan o'qisi bo'ladi. Mesela ki ustozi tinchayotib shogirdiga topolmagan xato qo'yganda bir ibarani deb bersa luqmasab bo'ldi degandek da qaragan bo'lg'achqa mush hadisni biz dalil deb ko'rsatgan ekan, shay'an minal Qur'on dedi. Bunda yarim oyat ya bir oyat deb tafsili bayon qilgan ekan, yarim oyat bo'lsa-mu o'qisi bo'lmaydi demakchi. ولا بأس بأن يقرأ شيئا منه لا يريد به القرآن. Kur'an o'qiyma, Qur'on o'qitma hazırda unda emas, lekin boshqa bir zikr, tasbih aytish masalan. Ma mazmunda bir oyatni o'qib qolsa mayli deydi. Masalan bir ishni qilmoqchi ekan Bismillahirrohmanirrohim debdi. Yoki so'zlamoqchi ekan masalan Alhamdulillahi robbil alamin debdi. Yoki duo qilmoqchi ekan Qur'on kamda oyat kelgan ba'zi duolarni Qur'on o'qish maqsadida emas, duo qilish maqsadida o'qigan bo'lsa, mayli degan. Endi o'sha Qur'on yodlayotganlar, Qur'on o'qiyotgan va o'qitayotganlar bularni o'qish to'xtab qolmaslik uchun Hanefi mazhabda shu ojizroq hadisga tayangan bo'lsa-mu, lekin innal mu'mina la yanjus degandek sahih hadislar bo'lg'achqa junub bo'lsa bo'lmaydi deb, junub degan u bir soat kechikib qolsa mayligacha yuyinsa uqaladigan bo'ldi. Lekin ayizda masalan 5 kun, 6 kun o'tirib ketgan ahvol bo'lg'achqa Qur'on yodlashi va o'qitishi to'xtab qolmaslik uchun Ibn Abbas radhiyallohu anhuning fatvosi va bu masalada, ya'ni Imom Malikning bo'ludi degan qarashi va hatto Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhiningki agar yodlig'ini unutib qilishidan ansirab qolsa, hezda holatini o'qishi vojib degan qarash bo'lg'achqa biz bularni diyorimizda Qur'on yodlab
o'qitib qilayotganlarga o'qiyasi bo'ldi. Falak yo'lib yoki g'ilf bilan tutib o'qisi bo'ldi deb kulyapmiz. Wa yajuzu lahu adh-dhikr wa at-tasbih wa ad-du'a. Junub ya hizdar zikr qilsa, subhanallah masalan, alhamdulillah, tasbih, duo qilsa bo'lardi. Ya'ni Qur'onning iborasidan boshqa ibora bilan qilsa demoqchimi edi? Ey Alloh, unda bir iltifot qilsa duo qildi masalan. O'zining iborasi bilan, tasbih qildi o'zining iborasi bilan, zikr qildi o'zining iborasi bilan. Lekin yuqorida ash zikr tasbih qilsin Qur'ondagi ba ibora bilan, oyat bilan, ashunda zikr tasbih qilsin mayli dedi. Yerdan o'zining iborasi bilan zikr tasbih duo qilsa mayli bo'lardi. Li'annal man'a warada 'anil Qur'ani khassa. Chunki cheklash bu yerda faqat Qur'on Karimdan cheklab keldi. Qur'on o'qimaysa deb, uning boshqa duo tasbih zikrlar cheklanmaydi. ولا يدخل المسجد إلا لضرورة. Hayızda ve cünüp kişi mescide zürün işi olmasa kirmeydi. Liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem la uhillul mescide li cunubin ve la haidin. Cünüpqa hayızdaga mescidini alal qılmayma, kirişi ruhsat qılmayma degan. Yuqorqi hadis hasan darajalik hadis. Fa in ihtaja ila zalika tayammum. Agar mescidga kirish zurriyat bo'lib qolsa tayammum qilib o'tib ondan kirdi. Yak so'lab qolsa kichik tartilib kirdi desak bo'ldi. Li'annahu taharatun 'inda adamil ma. Chunki tayammum degan shu topolmagan chaqda bir xil pokizlanish, taharat hisoblangan narsadir. Wa innama fil masjidi fa ajnaba. Unda masjidda uxlab qolgan, masalan ba'zi etkab turgan ahvollarda yoki masjidda qaramilib turgan ahvollarda junub bo'lib qolsa qanday qiladi bo'lsa, qila la yubahu lahu al-khuruj hatta yatayammam. Tayammum qilmay chiqmaydi. Ya'ni hozir chiqish uchunmi shu masjiddan menish kerakda, undan keyin turgan joyida tayammum qilib o'tib, ondan mangdo demoqchi. Vaqila yubahu. Ba'zilar yo'q, tardag'i chiqyapti bo'ldi debdi. Ana shu hayzdaninki masjidga kirish masalasi. Islom masjidlarda namoz o'qish uchun kirmaydi desak, undan boshqa islom tabliğ bo'lgan, ba'zi nasihat bo'lgan, islom tashviqoti bo'lgan ahvollarda kirsa bo'lamdi, bo'lmamdi degan masalada mushu dalillar mushunda bo'lg'achqa olimlar ikki xil qarashda bo'lib qolgan. Hozir akagan hadis hasan darajalik hadis. Ba'zilar o'tib ketishga ruxsat qilgan, masalan shu o'ttas bo'lmaydi deb. Ba'zilar masjidning namoz o'qiydigan xonqasi masalan asos joyda emas, hovlisi ya ikkinchi qavat qo'shimcha bir supa masalan shunda joyli bo'lib qolsa ashada o'tirdi deganlar bor. Yana shu bayit namozi chiqish masalasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda o'tirgan ayollarga hayzda holatdami shu maydon bayit namozini maydonda o'qiydi. Maydonga chiqsin deb buyurgan. Kiyimi yo'q ayol bo'lib qolsa, sirtda kiydigan kiyim yo'q. Burunqi vaqtdan namratchilikda shunda yo'q ahvolim bor. Kiyimi abayisi yo'qlar bo'lib qolsa, endiki tuqqanlari ya tunishlari abay berib tursa, chiqsin, musulmonlarningki jamoatini ko'rsin, musulmonlarning duo talab va islom tashviqoti xutbasi masalan shuni anglasin. Lekin namoz o'qiydigan yerda turmay, bir chetda tursin degan hadislar bor. Yani Müslümanlar cemaatini aşında heyit namazı körsümü bazı Müslümanlar az sallık boğan biçare jutlarda Müslümanlığınki jürike sel canlanmayan gapim. Müslümanlığın sancı hemmelen zikir tesbih tekbir eğitip namaz okuatı halatı olsa sel korkmaydıgan. Kafirler bizni bak bozakıp ketmegidek diyendek bunda bir faydalı tarafım bağımdı. İslam teşvikatını anlaydı, dua talepki katnaşıdı. Lekin eğitgah, eğit namaz okuyduğun yerine eğitgah deyimiz. Eğitgahның özüde namaz okuyatkanlar qatarıga tizilip durmay bir yaqıda tutturdu degan. Bu manda şu o'rinni deb qalsak, masjidga kirsa bo'lmaydi degandek mazmunni ko'rsatish mumkin. Lekin hozir sharoitda bizning diyorimizda bu masjidga kirib tashviq anglash o ishlar yo'q. Agar bo'lib qolsa, shunda bir ho'ylisi, supisi ya qo'shimcha bir ho'yli aramlarda turib Müslümanlarınki dua talepleri ve İslam teşvikatının bahraman boğusu buludum. وَالْحَائِدُ وَالنُّفَسَاءُ كَالْجُنُبِ فِي جَمِيعَ ذَلِكَ. Yukarı kışlarda heyzda olsun, nefaslar ayal olsun, nefaslar ayal dediğimiz şu tuğutun keyin kan kilovatkan ayal.
Bu junubga o'xshash yuqori ishlarni ham istaydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Tushunga yalbama? Başka adet normal adet yatar adet çünkü Kur'an'ın başka tarih edilir. Ama Kur'an'ın Tarih amma o'qishni bo'ldi. Gerçi to'rt mazhabda tarix ilib o'qish lozim degan bo'lsa-mu, lekin tarixsiz o'qishim bo'ldi. Tarix bilan o'qish afzal, tarixsiz o'qisa joiz.